Shu joyda yana bitta ajoyib falsafiy qarash bor, ya'ni tasavvufiy qarash bor. Biz yerda yashayapmiz. Alloh taolo va xalaqallakum ma fil ardi jami'a degan. Insoniyat uchun yer yuzini Alloh taolo yashash joyi qilgan, hamma narsa biz uchun yaratilgan. Hatto mana shu Somon yo'li galaktikasi biz uchun yaratilgan. Hozir sonsiz sanoqsiz bo'lgan koinot biz uchun yaratilgan. Bu koinotni bunaqa muhtasham, bunaqa kattaligi nima keragi bor? Oddiy savol. Quyosh bo'lsa, oy bo'lsa, yer bo'lsa bo'ldi emasmi? Tasavvur qiling. Bitta inson uchun shunaqa milliard, trillion darajadagi yulduzlar nima uchun? So'ngsiz, sanoqsiz nima uchun desa, hadislarda jannat haqida ta'riflar keladi. Ma la aynun ra'at va la uzunun sami'at. Ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonning hayoliga, xotirasiga kelmagan narsalar bor jannatda. Jannatni eshiklari, jannatni Tubo daraxtining soyalari haqida shunaqa tasavvur gaplar bor. Bo'lishi mumkin emas. Deya olmaysiz koinotga qaraganingizda. Bo'lishi mumkin deysiz. Oddiy koinotni yaratib qo'ygan Alloh ko'zimizni ko'rsatib qo'yibdi mana. Jannat bo'lishi mumkin deyishimiz uchun Alloh taolo bu hikmatlari ko'p-u, bittasi shu deydi.